Ushbu videomizda TikTokda va Instagramda ommalashayotgan Netwing VPN haqida gaplashamiz. Ya'ni u nima, cheatmi yoki boshqa narsami, ban beradimi va qanday o'rnatish va nastroyka qilish haqida ushbu videomizda gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Qani bo'lmasam biz videoni boshladik. Xo'sh, birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa Netwing nima? Ya'ni sizlar TikTokda yoki Instagramda ko'rmagan bo'lishinglar mumkin. Ushbu Netwing haqida video o'shaning uchun birma-bir tushuntirib chiqaman. Netwing bu cheat emas, bu VPN hisoblanadi. Bu ruslar tomonidan ishlab chiqarilgan standoff o'yini uchun aslida ishlab chiqarilgan VPN. Buning vazifasi, buni ishlatayotgan paytingizda ekranda bitta knopka chiqadi. O'shani bosasiz va VPN yo'q payt PUBG o'ynayotgan bo'lsangiz, masalan, o'sha knopkani bosganingizda internet ishlamaydi. Ya'ni oldin ham video ko'rgan bo'lishingiz aniqroq. Shuni internetni o'chirib qo'yadi-da, odamni otadi, keyin internet yo'qsa odam o'lib qoladi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Yoki shu knopkani bosib, bu joyga masalan arenada otishyapsiz va odam konteyner orqasiga yashirinib oldi, dushmaningiz, va siz shu knopkani bosasiz va oldiga borib, shunday knopkani yana bir marta bosib qo'ysiz, oldida paydo bo'lib qolasiz. Dushman ham hayron bo'lib qoladi, bu cheat deb o'ylaydi. Yoki dushman sizni poylab turibdi konteyner orqasida, siz o'shani joni oz qolgan yo o'ldirishingiz kerak. Shuni knopkani bosasiz va oldiga borasiz va 3-4 ta o'q otasiz. Knopkani qaytadan bosasiz, bo'ldi, dushman o'lib qoladi. Dushmaningiz bo'lsa hayron bo'lib cheatdir deb o'ylaydi buni. Netwing shunaqa ishlaydi. Xo'sh, endi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, bu unga ban beradimi yoki ban bermaydimi desanglar, ban beradi. Faqatgina klassik va to'g'ri arenada ban beradi. Oddiy lobbi o'ynasanglar ban berish ehtimoli o'ta kam. Agar sizga dushmaningiz jalba tashamasa, ban bermaydi umuman. Ban bersa nima foydasi bor deyishinglar mumkin. Hozir tushuntiraman. Ban bersa to'g'ri sizlarga foydasi bo'lmaydi, lekin oddiy do'stingiz bilan, eng yaqin do'stingiz, masalan sizga umuman jalba tashamaydigan odam bilan lobbi o'ynab turib, ustidan kulishingiz mumkin yoki hayron qoldirishingiz mumkin. Shunga chiqarilgan cheat bu. Yoki PUBG o'ynashni bilmaydigan bot igroq bo'lsa, o'shani ustidan ham kulgani ishlatishingiz mumkin. Bu faqat ustidan kulish uchun chiqarilmagan. Masalan, akkauntingiz achinmasangiz ban yeyishga klassik yo arenada ishlatib ko'ring. Haligi odamlarni o'ldirish osonroq bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasam odamlarni hayron qoldirasiz. Xullas, Netwing oddiy o'yindan zerikib bir PUBG ga yangilik qilishni istaganlar uchun chiqarilgan narsa. Xo'sh, endi Netwingni o'rnatishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib, meni Telegram kanalimga kirib olasiz. Ayjo PUBGM deb yozsangiz chiqadi. Xo'sh, kirganingizdan so'ng Netwing degan ilova bor, o'shani ustiga bosasiz va buni ustanovka qilasiz, ya'ni o'rnatasiz. O'rnatib bo'lgandan so'ng kanalga qaytib kirasiz va qaytib kirgandan so'ng kod bor, maxsus yozib qo'yganman, o'shani nusxalab olasiz va Netwing ilovasiga kirasiz. Va kirgandan so'ng ko'rsatgan joyimga bosib turasiz ekranga va klaviaturaning tepasida nuqta chiqishi mumkin. Sizlarda chiqmasligi ham mumkin. Agar chiqmasa hozir ko'rsataman keyinroq. Agar chiqsa hozirgi usul bilan YT ni bosib kirasiz. Xo'sh, kirgandan so'ng qaysi Telegramga kiray deydi. Sizlar esa bekor qilishni bosasizlar va Telegramga qaytib kirib olasizlar. Va Netwing ilovasining fayli bor. O'sha faylni ustiga bir marta bosasiz va qaysi ilovadan kiray deganni Netwingni bosasiz, bo'ldi. Va boya ko'rsatgan joyimga bosib turasiz va sizlarda static chiqadi. Staticni bosib YT ni bosamiz, bo'ldi. Va kirgandan so'ng chap tomondagi eng pastdagi joyga bosamiz va bu yerdan ustanovit qilamiz va eng pastdagi o'rtadagi joyga bosamiz. Zapustit degan knopkani bosamiz va maxsus joy ochilib, boshqa ilovalar ustidan ochilsinmi deb so'raydi. Bu yerdan ruxsatni bosib qo'yamiz, ya'ni ko'rsatgan joyimni bosib qo'yamiz, bo'ldi. Va bu yerdan chiqib boshqatdan zapustitni bosamiz va ulanish uchun so'rov deb so'raydi. Sizlar rozi bo'lishni bosasizlar, bo'ldi. Va oxirgi marta zapustitni bosganimizda Netwing VPNimiz ishladi, bo'ldi. Endi bu yerdan chiqib ketib PUBG ga kirib ishlatsak ham bo'ladi.
Xo'sh, shu bilan videomiz tugadi. Video yoqsa like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Ayjo PUBG ham bo'ldi. Va Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda ushbu cheatimiz va boshqa cheatlar ham mavjud. Va bizning UC servis ham mavjud. Telegram kanaldan topasizlar UC servis manzilini. Aytmoqchi bo'lganlarim shu edi. Hammaga xayr.